Assalomu alaykum. Mana bugun 24-sentyabr hafta kuniga chorshanba. Sizlarga mana chimyon, mindon, kon, mevalar narxlari bilan tanishtirib boramiz. Manzilimiz Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i Konchilar shaharchasi. Mo'ljal Nurafshon sanatoriyasining atrofida. Bozorlarimiz boshlangan. Savdolar bo'lyapti. Asosan hozir ertalabda mana yong'oq bozori bo'lyapti. Yong'oqlar narxlarini tanishtirib boramiz hozir. Necha pul bo'lyapti yana shu yong'oq? Yong'oqlar 16 ming qilishdi. Oq mag'zagini. Bu chayib ham qalinmi? Bekani. 16 mingga bermayapsizmi? Tam quribroq qopda, janamanmasa gana bu. Ha, barglarni ish bo'lyapti, paraylar. Ku? 16 ming. 16 ming sotilishimi? Sotilishi 16 ming. Sotilishi 16 ming so'm mana sparaglar. Uchalasi bittalar. Ha, bunisi-chi, sahrli. Saharga 15 ming. 15 ming so'm bo'lishi. Bunisi-chi, daneligi. Daneligi 18 ming. 18 ming. Odamlar ko'rsatinglar deydi, mana odamlar. Mana tanish bilishlar bo'lsa. Necha so'tdi? 53. Buna mezdelarni ish bilyapsiz? Ular 25 ming deyapti. Mayizda deb gapirsam, hani nimada yozishib kommentariyga qora mayiz bo'ladi-yu. O'shanaqa mayizdami, uni kichkinaligicha aytyapsizmi deyapti. Bu pishib o'tib ketgan bunaqa beti bunaqa ustida pishgan, keyin dimlangani shunaqa mayizda deydi. Bu dim yemagan. Bu dim yemagan mayiz desi bu mana. Mana. Mayiz desa, mana e'tibor bermagan ekan bu shoqachalik. Kichkina mayiz deyapti-da. Mana bunaqa pishib, shoxida pishgani, dimlangani. Bu shoxida pishgan, dimlanmagani. Shu mayizdek deydi. Yo'lchilar 40 ming so'm bo'pti mana. 40 mingga berilmadi. Berilmadimi 40 mingga? Bozorlarimiz bo'lyapti. Ayol 8 ming qildi, bularni 26 ming. Mana shoxida qurigan mayiz desi qancha bo'ldi? 26 qilishdi. 26 ming so'm bo'ldi mana. Yaxshi. Necha pul bo'ldi bu yana qizil mag'zaga? 13 ming 14 ming so'm bo'lyapti. Qizil mag'iz mana. Yong'oq bozor ancha ko'payib qolibdi. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Necha pul bo'ldi bu slivalar? 22 ming, 23 ming, 24 ming chiqyapti. 3 xil baho endi. Bu qanaqa? Bunisi Venger sorti bu. Venger sorti. Venger sorti bu. Necha pul chiqyapti shu? Bular 23,5 ming chiqyapti. 5 kilolik korobkada. 5 kilolik korobkada 23,5. Qayerdiki bu? Bu o'zimizni Qo'qondagi. Namangandan olib kelib Qo'qonda Yayponda tayyorlanadi. Jonobod qishlog'ida tayyorlanadi. Joyingiz Namanganda bo'ladi. O'zi Namanganda tog' olchasi deydi buni. Asli tog' olcha bu. Shirin. Bozori yaxshi bo'lyapti buni? Bozori yaxshi ketyapti hozir, Xudoga shukr. Bozori juda yaxshi. Ha, yaxshi.
Olma qoqi ham sizdanmi anu? Olmalar ham meniki. Olma qoqilar nechi pul bo'lyapti? 2,5 ming, 3 ming sotildi bular. Bu sotildimi? 2,5 ming. Manisi nechi pul? Mayda qizili. Ular 2,5 ming sotildi. 2,5 ming. Mana ululari, buni oqrog'i bor. Ha, oqrog'i. Bular 3 ming sotildi bular. Bular 3 ming. Manisi ham 3 mingmi? Ha, bular 3 ming sotildi. Mana. Olma qoqi yaxshi o'tkirgan nisbatan, ha? O'tganiga nisbatan yaxshi. O'tkir narxlar sal tushib ketuvdi. Bu yil olma qoqlarni qilishsa yaxshi pulga sotib oladi. Chunki tip-top o'zi qo'lini 1100 olyapti-da. Aha. U 5 kilodan tushadi. 5,5 mingga to'xtaydi. O'shaning uchun ko'p ham yorishmasdan bu yil kam bu narsa. Kam, Kam. olma kam, ha. Endi mana kelyapti, olib qo'yishyapti. Bu ikki qop. To'g'ri, mana bildim o'tgan bozordan beri savdosi yaxshi bo'lyapti olma qoqilardi. Yaxshi olishyapti. 11 minglik ham bor olmani, oppog'i. Ha. 15 mingligichalik kichkina. Shu oppog'i bor, 11 minglik oppog'i bor. Bunaqangi oppog'i bo'ladi, oppog'i bo'ladi. Ha, ha. Yoshlar 11 ming. Bu dimlanmagan-a yo dimlanganmi? Dimlanmaydi bu. Namaki suvga qilinadi, tozasi. O'sha mutaxassislar o'zlari chiroyli qilib qilishadi. Bizga berishadi, olib kelib sotamiz. Bozoringiz bersa aka, rahmat, salomat bo'ling. Adbash aka qaysi biri? Manimi? Adbash aka qaysi biri? Bu Adbash aka. Nechi pul bo'lyapti ashi? Baho bo'lgan yo'q. Qaysi savdo bo'lyapti hozir? Ozani o'li bo'lyapti. Nechi pul? 1,5 tonna bor ekan. 20 dan o'tib Kimi? bersam Va yo'q. sizdan qilyapsiz. 20 dan o'tib bersam olamayapti. O'ri ham yaxshi o'ri ekan omadi. Ha, o'ri yaxshi, tekis o'ri ekan. 1,5 tonna bor ekan. Qancha o'tib bering dedingiz? Naq qilmadingizmi? Yo'q qildim, 18 sam yo 20 dan o'tkazsam yo'q deyapti. Tekis o'ri ekan, yaxshi o'ri ekan. Nechta o'rna bor ekan? 1,5 tonna. 1,5 tonna bor ekan, 18 ga bermayapti ekan. Yo'q, qudaqasini o'riga o'xshagan o'ri ekanda. Sveti ham yaxshi ekan. Yo'q, bo'shi ham zo'r. Mana bargachi. Bu barga 28 ming so'm bo'ldi, ali. Bu yo'lchimi yo Sparemi? Sparega o'xshayapti. Nima, bunyod qenaqasi bor-ku, o'sha bo'la qoldi. Nechi pul qildi? 28 ming. 5 kilo bor. O'ktam joy qildimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha qildi deyapsiz? 28 ming. Yaxshi qildi o'zi. Xo'p, karobkadanglar qancha bordi? Mujon nechi pul qilyapsiz? Nima bo'pti? 22 qiluvdi. 23 qiluvdi. 23 ming. Qachon? Bugunmi yo kechami? O'tgan chorshanba kuni qilasan. Oh, yana chiqdimi? Hozir nechi pul qilyapsiz? Bu ikki hafta chiqmadi. Hozir nechi pul qilyapsiz endi? Nima qilib tushib berasizmi uni? Mujoq o'tinga bir tep bor. Xo'sh. Buni ikkita qarab. Naq qildingizmi bargaga? Chiroyli barga ekan omali. Bir ikkita sepkili bor ekanda. Mana suqoni bargak. Nechi pul bo'pti? Atqal aka nechi pul bo'ldi bu? Nechi pul so'rashdi? Nechi pul bo'ldi? 40 ming so'rashdimi? Yaxshi bo'pti, mana 40 mingga bermabdi mana. Yaxshi bo'pti. Dashli joydagida bu. Sveti ham, shakli ham, eti ham yaxshi ekan. Bu Danielinilar nechi pulga boribdi? Nechi pul deyapsiz? 15 ta pasidan tevasidanmi? 15 ta yo'nilida mana. Subhoni dimlangan. O'ktamjon nechi pul qilyapsiz pareda? Men sotyapman.
Nechi pul? 20 mingga bermadingizmi? Sariq siparik mana. Muhtamjon, bozorlar qanday? Bozorlar yaxshi aka. Sal yurdimi yo susrami? Bozor yurdi, kelyapti. Kelishinglar. Mana yo'lchi bargak so'raganlarga. Hali so'rashmabdi. 60 mingga yaqinroq bo'lsa sotamiz deyapti. 50 pastda bo'laman desam unamadi. 55 ming, 58 ming. Shunaqa buni narxi. Ja 60 ga olmasa ham. Chunki gabariti katta emas-u, shakli yaxshi, sveti chiroyli. Hal bunga uni sotmaganmisiz? Buni ularni qo'shib yetsin. Cho'dan tashqari bularni narxini oling. Bularni tushmadim. Sizni tozalab ketaman. Yo'q. Ana. Qashtalar nechi pul bo'lyapti-kan akalar? 33 mingga mana berilmoqda. Bunisi-chi mana sal jigarroq. Yo'q. Bu ham shunaqa bo'lyaptimi? 33 mingga berilmoqda. Qashta bozorlar ham halla yurib qolibdi. Bu kimdan ekan? Necha pul sotildi? 41 ming sotildimi? Svet yaxshi ekanda. 41 ming sotilibdi. Bo'lachani, kecha chiqdi.